من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Allamatul Akhdari rahimahullah yazgan Sullamul Munawraq ismli bu manzumaning sharhi Allama Damanhuri rahimahullah yazgan İdahul Mubham li Ma'ani Sullam nomli bu kitobning ta'rifning sharti degan yerga keldik. Ta'rifning sharti. Biz oldingi darsimizda ta'rifning qismlarini so'zlab o'tgan edik. Ta'rifni ta'rif cho'ng jihatdan ikkiga bo'linadiganligini. Biri had, yani biri rasmlar. Ikkiga bo'linadiganligini va kichik jihatdan 5ga bo'linadiganligini. Had ikkiga bo'linadi, rasm ikkiga bo'linadi. Yana bir qism bor, bu rasmga tava 5-qism. Had tam, had naqs. Rasm tam, rasm naqs. Bundan ta'rif lafzi deb 5ga bo'lgan edi. Endi bugungi darsimiz bo'lsa mushu 5 xil ta'rifniki nimasi sharti. Bunda ta'rifda 5 xil yo'l bilan ta'rif qilishning shartlari bor. Shart qoidasi bor, nizomi bor. Mushu bugungi dars pek muhim. Bu darsda o'rgangandan keyin biz ta'rif qilishni o'rganamiz, boshqa narsalarni ta'rif qilishni o'rganadigan gap. Ham bu ta'riflashni hayotimizdagi har qanday bilimlarga tatbiqlash kerak. Bu kitobda qaz bo'lmaydi. ثم قال عندك مصنف رحمه الله dediki وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فدري ما رووا. deydi ki وشرط كل أن يرى مضطردا. Endi yuqori qarşı 5 xil ta'rifning 5 qismining hammasining sharti an yura muttarida. U muttarid kulilishi kerak. Yani gap muttarid bo'lishi kerak. Muttarid bo'lishi kerak. Muttarid degan nima tushundim? Muttarid degan yani jami'. Munakis degan mani'. Muttarid degan yani muarrif, yani ta'rif muarrafning hamma juz'iylarini o'z ichiga olgan bo'lishi nima? Shart. Olgan bo'lishi shart. Munakis va munakis degan mani' bo'lishi kerak degan gap. Muarraf, muarrif yani ta'rif muarrafning juz'iylardan boshqa narsalarning kelishini to'sib turishi kerak. To'sib turishi shart. Bo'lma birinchi shart muttarid munakis bo'lishi. Ikkinchi shart va zohiran. Ta'rif zohir bo'lishi kerak. Ta'rifning o'zi nimadan? Muarrafdan azharroq bo'lishi kerak. Ta'rif biz tushundiradigan gap bo'lgandan keyin, tushundiriladigan narsadan ham uchuqroq, oshkorroq bo'lishi kerak. Uning axfa aloqasi bo'lmaydi. La ab'ada degan gap yiroqroq qilmasi kerak. Masalan, ta'rifning o'zi muarrafdan manzati yiroqroq qilmasi kerak. Undan yaqinroq bo'lishi kerak. Tushundinglarmi? Wala musaviyan. Ta'rif muarraf bilan barobarlik qilmasa, ikkisi o'xshash. Masalan, qanday olib barobar desanglar, masalan, g'adan far degan nima desa, layth deb qo'shsang bo'lmaydi. G'adan far deganmi? Yiroq. Layth deganmi? Yiroq. Ikkinchisi barobar, musaviy. Ikkinchisi qiyinlik o'xshash. Yoki bo'lmaydi. ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا. Yani tahriz qilinadigan, saqlanadigan qarinasi yo'q. Haqiqat ma'nidan saqlanadigan qarinasi bo'lmagan
joiz, majozdanmi xoli bo'lishi kerak, xoli bo'lishi shart. Demak, ta'rifda majoz ishlatishga bo'lmaydi, illaki bil qarina. Qarina bilan ishlatilsa bo'ladi. Hamda andada sifat Alloh taolaning sifatlariga majoz kiramdiki mamdu desa, majoz kiradi. Nemishqa kiradi? Nemishqa kiradi desanglar, chunki bunda qarina bor. Qanday qarina bor? Al-mashhur. Tushunarlimi? Ya'ni masalan, yad deganning arabdagi qoidasida yad deganni ne'matlarga ishlatib adasiz nima bo'lib ketgan? Mashhur bo'lib ketgan. La yadali degan kuch qudrat, ne'mat deganga la yadali fihi. Tushunganki masalan nima demo? Anaqa qudulida la yada li robbil mali fihi deb qo'ydi. La yada li robbil mali fi malil mudaraba dedimi? Robbil malniki bay mudarabada tasarruf qilish huquqi yo'q deb qo'ydi. Yada deb kelib qo'yishgan, tushunarmi? O'tin shunday. Ya'ni mashhur bo'lib ketgan majozlab kesilmaydi. Shu mashhurlikning o'zi nima bo'ladi? Qalina hisoblanadi, tushunarmi? Shu qalina hisoblanadi. ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. Ve mahdud bilan tuniladigan, mahdud bilan bilinadigan narsa bilan mu ta'rif qilinmaydi. Ya'ni masalan fard degan nima deb so'rasa, fard degan malaysa bizavj. Malaysa bizavj degan nima desa, fard. Taq degan nima desa, juba emas narsa. Juba emas narsaga nima degan taq narsa. Ya'ni men taq narsani bilish uchun nimaga juba emas narsani bilishga ehtiyojim bor. Juba emas narsani bilish uchun taq narsani bilishga ehtiyojim bor qilib qolsa, buni bo'ladi davr bo'ladi, davr. Bu davr degan logikalik xatolik hisoblanadi, mamnun. Masalan, arabchani bilmaydigan odamga jaa degan nima degan gap desa, ata degan gap desa, ata degan nima degan gap desa, jaa degan gap, jaa degan nima ata, ata degan nima jaa. Arabchani bilmaydigan odamga buni bo'ladi o davr bo'ladi, tushunarlimi? Xuddi shunday. Wala mushtarakin baynal qarinati khala. Qarinadan xoli bo'lgan mushtarak bilan ta'rif qilish bo'lmaydi. Masalan, ayn degan so'z bor masalan. Men oltin deganniki ayn degan, quyosh, shams deganning ayn degan ma'nosi. Aynning shams degan ma'nosi bor. Masalan, ayn deb quyoshga demoqchimi? Quyosh demoqchi maqsadimda. Demoqchilar aynun mushriqa yoki aynun mudi'a demay, demasdan ayn deb qo'ysam, la yajuz. Ash-shamsu ayn deb qo'ysam bo'lmaydi. Ash-shamsu aynun mudi'a desam bo'ladi. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. Endi mantiq shunoslarning ko'z qarashida mardud bo'lgan, ya'ni rad qilinadigan ta'riflarning qatoridan an tadkhul al-ahkam fil hudud. Hududlarning ichiga hukmlarning kirishi mardud. Ta'rifning ichiga shu narsaning mu'arrafning hukmi kirishi bo'lmaydi. Masalan so'rasam, ma huwa ta'riful fa'il? Ta'rifning fa'ilning ta'rifi nima? ما هو تعريف الفاعل؟ ما هو تعريف الفاعل؟ يعني فاعلنا تعريف ماذا سنبدأ مثلا الفاعل كل اسم اسم ما أسند إليه الفعل بمعنى أنه قام به الفعل. ما أسند إليه الفعل وقدم إليه بمعنى أنه قام به الفعل. شنو ما هو تعريفه من الفاعل مثلا؟ الفاعل degan nima? Desa, isfa'il degan fe'l bunun isnat qilingan va fe'l uningga nima ilgili qilingan. Ya'ni texnik mundaq ishlab aytsak, fe'l shu narsa bilan turadigan narsaning ismi nima deb ataladi? Fa'il deb ataladi. Degan men as to'g'ri ta'rif mujma, ammo bu yerda fa'il degan nima desa, fa'il marfu' desa, fa'il degan kishi qo'ygan ism. Fa'il degan rafi' damma qo'ygan ism deb qo'ysa, nima bo'ladi bu? Ta'riflanib desa, bu degan fa'ilning hukmi bo'ladi. Tushundingmi? Demak, shu ta'rifga hukmni kirgizib bo'lmaydi. Nima ish qiladi? Chunki hukm degan nimadan kelib chiqadigan narsa u? Hukm degan shu nimaning muarrafning asari. Fa'il degan narsadan kelib chiqadigan narsa. Shuni ko'rsatgan asari. Bu asarni
Bunu tushuntirib biz asarda bu asarni deyish orqali failni tushuntirsak bu ta'rif bo'lmaydi. Buni hukmi degan bo'lamiz. Biz avval nima turishimiz kerak biz? Failni o'zini bilishimiz kerak. Undan keyin uniki hukmini bilamiz. O'zini bilmagan narsa hukmini bilganning foydasi, masalan. Tushundinglarmi? Bunda demoqchi edim. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو أمده حد لا نغشجا أو نذكر كريش جائز olmaydı. Biz had resimde bir şey dedik mi had degende mahiyatla, hakikatla tarif kılınıdı dedik. Resimde aradiyatla tarif kılınıdı dedik. Şuna ama emdi ma hadning ichiga ev degan gap kirish joiz emas. Chunki haqiqatlar degan bir. Haqiqat degan tekdir. Haqiqat degan birdir. Bir bo'lgan haqiqatni ikki gap ya ma kasi degan ya undan narsa, ya bundan narsa desak bo'lmaydi. Buniki had qilmoqchi bo'lsam, hadlardan aytmoqchi bo'lsam. Ammo nima bilan rasm bilan ta'riflamoqchi bo'lsam bo'laveradi. Rasm bilan ta'riflamoqchi bo'lsam, buning ev kirsa bo'ladi. Endi ma u hudud bilan ta'riflamoqchi bo'lgan vaqtimda evning kelishi joiz bo'ladigan var. Ev shak uchun kirsa bo'lmaydi. Kalima degan, masalan, mahval kalima desam kalima degan ya ism yoki fe'l yoki harf desam bo'lmaydi. Ammo kalima degan 3 ga bo'linadi, 3 qismga bo'linadi. Kalima yoki ism bo'ladi, yoki nima bo'ladi? Harf bo'ladi, yoki fe'l bo'ladi desam bu bo'ladi. Shundaqmi? Ya'ni taqsim qilish bilan bizdagi ta'rifdagi ba'zan ma'nodan yeni bir kitob yo'q degan joyda sizlarga ta'rifdagi texnik kan so'zlab turadi. Masalan, ta'rifni misol bilan ta'rif qilish, uni kenidan taqsimlarga, qismlarga bo'lib ta'rif qilish degan bir necha turlar bor taqa. Uni texnik kan joyda nima qiladigan gap. Mana unda yalida ba'zan narsani taqsim bo'lib ta'rif masalan ta'rif qilmaydigan narsa bor. Kelime degan nima desa, kelime degan ism yoki fe'l yoki harf deb 3 ga bo'lmasa, kelime taqsim qilinmaydi. Ta'rifli qilinmaydi kamil. Ba'zan narsani qismi bilib ta'riflimiz ta'rifli bo'lmaydigan narsalar. Tushundinglarmi? Xuddi shuningdek. Anda narsaga ev kishi nima joiz. Ammo bunda shak yo'lidan joiz emas. Va jaizun fil rasmi fadl ma'ruf. Ammo rasmda cho'dasanglar, rasmda mantiqshunoslarning rivoyat qilgan gapga qaraganda rasmda ev kirsa bo'ladi, shak uchun kelgan. Ya bo'ladi ya mavda ev kirsa bo'ladi. Xo'sh, endi Allama ad-Damanhuri rahimahulloh deydiki, aqul shartul muarrif. Men deymanki, muarrifning sharti deydi. Muarrifning sharti shuki an yakuna muttalidan munakisa. Muarrif muttalid bo'lishi shart. Munakis bo'lishi shart. Ya'ni jami'an muttalid deganimiz jami'an li afradil muarrafi. Degan muarrafning ta'rif qilingan narsaning farqlarini ta'rif qilingan narsaning farqlarini to'plovchi bo'lishi. O'ziga yaqquchi bo'lishi shart. Mani'an min dukhuli ghayriha. Mani'an min dukhuli ghayriha degan gap mesela keta'rifil insani bil hayvanin natiqi. Mesela insonni biz hayvanın natiq deb ta'riflaganga o'xshash. Ma huval inson desa, inson degan nima desa, inson degan hayvanun natiq, ya'ni fikr tafakkur qila oladigan ongliq, jonliq desa, bu o'zi ta'rif jami', ta'rif mani' bo'ladi. Qanday jami' bo'ladi? Hayvon degan butun insonning hamma fardini o'z ichiga oladi. O'z ichiga elib, boshqa narsani o'z ichiga birga oladi. Lekin natiq degan gapcho barliq insondan boshqa butun hayvonotlarni chiqarib o'tadi. Ham boshqa hayvonotlarning kelishidan to'sib turadi. Nolami jami' mani' ta'rif bo'ladi. Falau kana ghayra jami'in. Agar bu g'ayr jami' bo'lgan bo'lsa edi, ka ta'rifil hayvoni bin natiq masalan. Hayvon degan nima deb bilsa, ma huval hayvon deb so'rasa, buni qanday ta'riflaydigan gap? Bin natiq. Hayvon degan natiq deb qo'ysa, nima bo'ladi bu? Bu jami' bo'lmay qoladi. Natiq degan
hayvanın içindeki bir tür, insandan ibaret bir tür. Dememez, kalan at, koy kalla bunun için kirmeydi o. Bunu cami bulmaya kaldı. Ev gayrimani, eğer gayrimani bu olsa mesela ketarifil insan bil hayvan. İnsanı hayvan da tarif etmek olacak. Ma huvel insan? İnsan diyen ne dese, insan diyen hayvan dese, bunun bu kaldı, mani bulmaya kaldı. Hayvan diyen içine at, koy, kalım kirpiti o. İnsan diyen hayvan da koysa, insan diyen hayvan diyen yaptın, at insan diyen at koy kaldı, okşaş nerede diyen buldu. Canım tilliğen buldu bu tarif bulmayı. Şunu alma. Çünkü bunu insan diyen anlık canlılık deydiğin gibi. Tefekkür kılarlıydığın canlılık deydiğin gibi. Anda boğan bolsa, lem yesihat ta'rif doğru bulmağın bulat deyileydi. Ve yekuna zahiren. İkinci şart, ta'rif aşkar buluş gerek. Aşkar buluş şart. Mesela ketarifil hintati bil qamh mesela. Buğdayını qamh. Hinta diyen ne? Ma huvel hinta deb gelse? Hinta diyen qamh deb düşünmüyoruz mesela. Qamh diyen hinta demini ma uçuqraq. Man işitiliş cihatte, qo'llanish cihatte hinta diyen isimden qamh degan isim nimalar bo'ladi o? Uçuqroq bo'ladi. Men ilgirgi darsda degandik mesela. Medine ehliga non og'ilib olsa, Medine ehliga ma temiz bilan desa, ma huwa temiz desa, shafati deydi. Shafati desa Medine ehlining ta'rifi bo'ladi. Men kelib Makka, Medine ehli Makka kelgan chog'da, men shafati bilan desa nima u desa, temiz desa nima bo'ladi o? Azhar bo'lgan bo'ladi. Makka ehliga nisbatan temiz azhar, Medine ehliga nisbatan shafati azhar. Bunday gap tushunarmi? Ya'ni ma nisbi ma gap nisbi ma zahir bo'lish nisbi. Menga nisbatan masalan, menga nisbatan hinta degan gap azhar. Qamah degan gap nima akhfa sho'ya. Men hinta deganni buğdayni qapdim. Qamahni bilgandan bakrog'ni bilaman, hintani bilaman. Chunki biz hintani vatan kitobda ko'p o'qiymiz-da. Qamah chiqmaydi masalan. Hozirgi zamondagilar qamahni abtaroq bo'ladi. Hinta degan gapni balkim ta'sirroq bo'ladi, lekin qamahni abtaroq bo'ladi. Bizning o'qigan kitoblarimiz ham biz turafiy kitoblar o'qiganlik uchun biz nima deyapti bilamiz, hintani ham bilamiz. Lekin hozirgi zamondagi bari qamah degan gap mashhur bo'lib ketgan gaplarning ichida. Tushunarlimi? Shuning uchun misol keltirilmaydi. Va amma ma idza kana ab'ada minhu. Amma undan masalan ab'ad bo'lib qolgan bo'lsa, ab'ad ya'ni ta'rif muarrafdan yiroq ekan ma'nosi. Binasining yaqin ma'nosi va yiroq ma'nosi bor. Binasining yaqin ma'nosi, yiroq ma'nosi, ikki ma'nosi balog'atda chiqdi bu gap. Yaqin ma'nosi muarrafkan, ta'rif yiroq ma'nosi olgan bo'lsa, la, bu la yajuz. Ka ta'rif al-asad bil ghadanfar masalan. Asad degan nima desa, hayvonun muftarish demay, asad degan ghadanfar deb qo'ysa, hada la yajuz. Ghadanfar degan yiroq ma'nosi, oz ishlatilgan, nodir ishlatilgan ma'no. Asad degan ko'p ishlatilgan yaqin ma'nosi. Ev musaviyen, yani musaviyle kazanmayız. O mu okşaş? O mu okşaş diyen gap? Asli, mavud muarrif, ta'rifki dalalat kılışta, ta'rif muarrifki dalalat kılışta, kamil o mu okşaş buluş gerek, o mu okşaş buluş gerek. Mesela muarrif falan ta'rif ikisi bir nasi buluş gerek. Lakin muarrif sen de buluş gerek, uçukarak buluş gerek ama yani musavi degeni ikisi ki nima uchuqliq o'xshash. Uchuqliqi. Vuduhliqi yoki xafalig'i o'xshaydi bo'lmaydi. Masalan, ka ta'rif al-adadi al-fardi bima laysa bi zawjin masalan. Taqsan degan nima desa, taqsan degan jub bo'lmagan san. Anda jub bo'lmagan san degan nima taqsan degan nima desa, taqsan degan jub bo'lmagan san deb tushundik. Biz jubsan degan joy desa, jubsan degan taq bo'lmagan san desa, bu davr. Tushunarlimi? Jubsan degan nima? Taq bo'lmagansan. Taqsan degan nima? Jub bo'lmagansan desa bu, ya'ni ta'rifni bilish uchun biz muarrafga ehtiyoj qilib qolamiz bu yerda. Ta'rifni bilish uchun muarrafga ehtiyoj qilib qolamiz. Bu shuni o'zi tavaqquf shay'i ala shay'in akhar degan gap. Bunda ikki tarafdan biz qarshi qilib qilishni nima bo'ladi? Davr deb ataladi. Hala yashabu durus bo'lmaydi. Va la yakuna bi alfazin majaziyatin min ghayri qalilatin tu'in al-murad. Va yeni bir shart shuki, murad maqsadni muayyanlashtirib turgan qalinasi bo'lmagan bir majoziy so'zlar bilan ta'riflashdan saqlanish kerak. Masalan, ta'rif al-balid bil himar masalan. Balid degan nima? Bu yerdan balid debdi. Ya balid, ma'no qiladi. Ma huwa al-balid deb so'rasa, himar deb qo'ysa, la yajuz.
فإن وجدت قرينة أجر أمد بالقرينة تبصا يعني مش قرينة بلان حقيقي معنى سقلندغان يعني سقلندغان بالقرينة تبلسا بالتعريف دورش بلد مثلا كتعريف البلد بلد يا بلد ما بلد تيجي تسا حمار يكتب تيجي حتى يزال هذا إيش تيجي تسا ها وجد جائز بلد جون بالقرينة بلد بوس بلد وأن لا يتوقف معرفتهم ينبل شرط بوسا حد بلش محدود بلش كا قراش قلب قمص كلك حد بلش نجوزه محدود بلش قراش قلب قمص كلك حد تجن ما تعريف محدود تجن معرف شنو ما كتعريف العدد الفردي بما تقدم وعكسه مثلا كتعريف العدد الفردي بما تقدم وعكسه يعني أبش دوت كندك تقصن دي ما تسا جبوا مغنسان جبسان دي ما تسا تقصن دي ما جبوا مغنسان جبوا مغنسان دي ما تقصن دب مدين مقشش وأن لا يكون بالألفاظ المشتركة من غير قرينة يعني برشات شو كي تعريف قرينة يوق مشترك سوز دولة بمسكرك مشترك بالنسبة مشترك بالنسبة مشترك مثلا عين دي سوز مشترك مثلا كلمة قرء دي سوز مشترك مثلا كتعريف الشمس بالعين مثلا شمس ديان شمس ديان ما تسبب الأدب شمس ديان عين دبوسا لا يجوز فإن وجدت أجر خلينا نبدأ القاس شو ذكر تعريفها بالعين المضيئة مثلا شمس ديان ما هو الشمس ديان عين مضيئة دسا يعني يورق كوز يعني يورق بر يملق ناسا ديان ديك مثلا صحة تعريف طول المدة عين المضيئة ده بشهر لسا طول المدة وإدخال الأحكام في الحدود لا يجوز هاد لاقى أحكام لا نكل جزء جائز مايلو مثلا كتعريف الفاعل مثلا فاعلنا ما هو الفاعل دسا بأنه الاسم المرفوع فاعل قال اسم مرفوع ده تنستون مثلا ده قوس جائز مايلو لأن الرفع حكم من أحكامه çünkü رفع كان فاعل من حكم نردم بالحكم لأن المعرف çünkü معرف كان بفتح الراء يتوقف على أجزاء التعريف تعريفنا جزء لرجع قراشلق وإذا جعلنا الحكم جزءا منها قشان كبز حكمنا أشو تعريفنا جزء لردم بالجزء قلصاق هالبكي والحال هالبكي أنه ينبه حكم يتوقف على المعرف معرف قراشلق حكم دينا من قراشلق معرف كي قراشلق حكم دينا نشخدو معرف نشخد الناس توصى بفتح الراء لأن الحكم على الشيء çünkü بالناس حكم قرشتيان فرع من أن تصوره ونك شو ناس التصور قرشتين كلب تقام برتار مقتول نمبر دوام أنا قصاق نمبر دو لازم جوابنا أنا قصاق نمبر دو لازم الدور وهو ممنوع دور لازم كله دو وهو ممنوع وصا دور ديكن ممنوع طور ولا يجوز إدخال أو نن شك شموغان أو نن حد كلشي جائز مميدو كقولك مثلا في تعريف البلد نتونشتروشتا تعريف لاشتا هو البلد تيجان ما هو البلد تسا بلد تيجان الذي لا يفهم أو لا يستفهم بلد تيجان يا تشن ميدان قبل تشن ميدان يا قبل مايتو تشن يتلق ميدان آدم ده تشن زم لا يجوز على سبيل الشك يقولوا لهم مايتو أي إما هذا وإما هذا الشك يقولوا لهم مغادرة داودو يا ما هو بلدو يا ما بلدو إيش كسب بلدو مايتو نجيب شو قرض شكسن بلوش ممكن طيب بمسخ ممكن ينجب باجر بمسخ ممكن ينجب تعرف المسخ وأما أو التي للتقسيم أما تقسيم شن كان أو فإنه يجوز إدخالها على معنى أو نكى معنى كلش جائز على ما أو نكى كلش جائز بلودو على معنى من ده معنى لا مثلا أن المعرف قسمان دي مثلا تعرف كلنا الناس إيش قسم يا إيش قسم تقسم عندك من ده معنى لان أو نن شو نمكل الشيء تعرف كل شيء جائز قسم كذا معرف إيش قسم دول قسم كذا وقسم كذا بالقسم ده بالقسم ده كلمة قاعد إيش قسم دول الكلمة دول ثلاثة أقسام اسم وفعل أو حرف عندك فيكون التعريف في الحقيقة أمده حقيقة أبو تعريف تعريفين لشيئين متخالفين بهذا المتعرف حقيقة كيف تعرف بلده حقيقة متعرف يعني أخشم غن إيش كناس نتعرف بلده
Biz bir narsaniki o'xshamagan ikki mohiyatini ta'rif qilyapmiz. O'xshamaydigan ikki mohiyatini ta'rif qilgan bo'lamiz. Misal bunun misali masalan ta'rifun nazar. Biz nazarni ta'rif qilishni esa. Mesela ilmun nazar deb bir ilm bor mesela fiqhning ichida nazar deb. Yani bu nazarni ta'rif qilmoqchi bo'lsak, ma huwa nazar desa, nazar degan an-nazaru al-fikrul muaddi ila ilm. Nazar degan ilmga ilib boradigan fikr. Ev galabati zannin yoki galabati zanniga ilib boradigan bir fikr. Nazar degan bir nazarning bir turi, ya'ni ikki turga bo'linadi. Ikki qism nazar, ikki qism. Bir qismi ilmi jazmga ilib boradi, yana bir qismi galabati zanniga ilib boradi. Bu nazar deb ataladi, deb tushunilgan gap. Ya'ni annan nazara qisman, nazar ikki qism. Biri ilmga ilib boradi, ilmga ilib boradigan fikr, yana biri bo'lsa galabati zanniga ilib boradigan fikr. Va amma fil rasmi fa yajuzu dukhul. Amma rasmda avsh shak shun bo'lgan avning kelishi joiz bo'ladi. Ki qavlika masalan sen insonni ta'riflashda seni munodiganga o'xshash. Ma huwa al-insan desa, al-insanu huwa al-hayvanu ad-dahik. İnsan degan kulalaydigan hayvon. Ev al-qabilu lil-ilmi ve san'atil kitaba yoki ilmni va xat yozishdan iborat sanoatni qabul qiladigan hayvon. Ya kuladigan hayvon yoki bo'lmaydi, ilmni qabul qilgan hayvon deb bunda shak ekib qo'shakning avni keltirib qo'yish buni bo'ladi rasmga. Shuning uchun rasm oson. Ta'riflash rasm bilan ta'riflash oson. Xat bilan ta'riflash intayin qiyin. Val farqu baynal hadd val rasm hamda. Xat bilan rasmning orasidagi farq nima desanglar? Anna al-mahiyata yastahilu an yakuna laha faslani ala al-badan. Mahiyatning ikki fasli bo'lishi mumkin emas. Ala al-badan, badal shart bilan. Ya'ni masalan al-insanu hayvonun natiq dedikmi? Mushu natiqni elib o'tib, yeni bir narsani onu qo'ysak, shuni o'rnini tura oladigan narsaning yeni birisi yo'q. Shuningmi? Har qanday narsaning mohiyati, haqiqati bir bo'ladi. Bir bo'ladi. İnsan o'rniga natiqni elib o'tib, onu qo'ysak, elib o'tib qo'ysak bo'ladigan narsaning birisi yo'q. Shuningmi? Ammo va yajuzu an yakuna laha xosatan kazalik. Ammo rasmning ikki dona xossisi bo'lsa bo'laveradi. Rasmning. Mesela al-insanu hayvanun dahikun ve qabilul lil ilm. Bunu bo'ladi. Qabilul lil ilm ishlasak mi bo'ladi? Dahikun ishlasak mi bo'ladi? Yoki qani desak bo'laveradi. Ya'ni naimun desak uchun ayollar amma bilan qiladi. Endi ikkisidan oyog'ini ham ani elatib, ma'ni uni qo'yildi, ma'ni elatib, ma'ni uni qo'yildi yoki ikkisidan qilib bo'ladi. Shuni bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.